Mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov nafaqat aqlli insonligi, balki qo'rqmas dovyurak, qat'iyatliligi bilan ham ajralib turar edi. U Tojikistonda urushni bostirishga maslahat bergan, Qirg'iziston O'zbekiston fojiasini oqilona hal qilgan, Andijon voqealarini esa tugatib, O'zbekistondagi tinchlik uchun jiddiy qarorlar qabul qilgan inson edi. Uning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aytgan gaplarini haligacha boshqa mamlakat rahbarlari aytishga qat'iyat topa olgani yo'q. Uni davlat rahbariyatlarida ishlagan maslahatchisi quyidagicha xotirlaydi. Bugungi video roligimizda shular haqida gaplashamiz. Kanalimizni birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni kamtarona mehnatlarini qadrlovchilar videoga like bosib qo'yishni unutmang. Unda biz video rolikni boshladik. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. 1998-2000 yillarda Islom Karimovning davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan va u kishini yaxshigina tanigan Narzulla Jo'rayev birinchi prezidentni xotirladi. Facebookning Islom Karimov fondi sahifasida u Islom Karimovni boshqa davlat rahbarlaridan ajralib turadigan xususiyatlariga to'xtalib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, birinchi prezident bilan muzokaralarga kirishdan oldindan tayyorlanib bormasa, biror narsaga erishish qiyin edi. Islom Karimovda prognozlar salohiyati shu qadar kuchli ediki, muayyan jarayonni borishi natijalarni oldindan ko'ra olar edi. Dunyo voqealarini ham, mamlakatlarning ichki hayotidagi salohiyat va jarayonlarni ham bevosita oldindan payqar edi, prognoz qilar olar edi. U ana shu fazilatlari bilan boshqa davlat rahbarlaridan farq qilar edi. Bundan tashqari sobiq davlat maslahatchisi Islom Karimovning maqtovlarni yoqtirmasligi haqida aytdi. Bir ma'ruzani ko'zdan kechirish davomida maqtovda o'ziga berilgan ta'riflar orasida akademik so'zini o'qib qoldi. Yaxshi yozibsizlar, lekin mendan dohiy yasamanglar. Sizlardan iltimos, men dohiy emasman, xalq saylagan prezidentman, dedilar. U kishiga ana shunday kamtarlik xos edi. U kishida bu dunyoga xizmatchi bo'lib kelganman degan fikr yetakchilik qilar edi. Bu esa barcha davlatlar rahbarlarida uchraydigan xususiyat emas. Islom Karimov degani ism, familiya, bitta pasport, bitta fuqaro doirasidan chiqib ketgan. O'zbekiston, o'zbek, mustaqillik degan tushunchalardan biri qorishib ketgani. Bir qadriyat O'zbekiston so'zidan Islom Karimovni ajratib bo'lmaydi. Mustaqillik deganida albatta Islom Karimov tushuniladi, deydi sobiq maslahatchi. Prezident Karimovning xalqimiz uchun yangi sivilizatsiya darvozasini ochib bergani bu bor haqiqat. Sivilizatsiya cho'qqisiga chiqish uchun esa kamida 200-300 yil vaqt kerak bo'ladi. Millat qachonki mustamlakachilikdan ozod bo'lib, qadriyat sifatida tushuna boshlasa, bu sivilizatsiya boshlanganining belgisi. Yangi O'zbekiston sivilizatsiyasini boshlab bergan buyuk tarixiy shaxs sifatida Islom Karimovning nomi hech qachon o'chmaydi, deydi so'z yakunida Narzulla Jo'rayev.